Uyg'urlar o'z taqdirini o'z belgilash huquqiga ega. Doktor Pragning deganlari. Erkin Sidiq. Mən 2022-ci Uyg'urlar va g'arblik mutaxassislar qatnaşqan növbətdəki Uyğur qırğınçılığı üstüdə müzakirə və muhakimə elib berilgan 3 çoğ fəaliyyətə qatnaşdım. Ular 2022-ci il 5-ci ayda Germaniyaның München şəhərində ötküzülgən Şərq Türkistan Milli Kengeş yığını. 11-ci ayda Belgiyaның Brussel şəhərində ötküzülgən Xalqara Uyğur munbiri və 12-ci ayda Amerika paytaxtı Washingtonda ötküzülgən irqi qırğınçılıq davam qılıbatqanda Uyğur mədəniyyətini qoğdaş haqqındakı xalqaralıq ilmi muhakim yığını. Bu yığılışlarda xalqarada tonulğan bir qism professor və mutaxassislər hamda təşkilat rəhbərləri xalqara cəmaətinin Uyğur irqi qırğınçılığı qarta hazırgacha tutqan pozisiyasida saqlanğan məsələlər və buningdan keyin qilishqa tegishlik ishlar ustida nihoyatda qimmatli ko'z qarash və təkliflarni o'ttirib qo'ydi. Mən məzkur maqalada dünyada ma'lum ta'sirga ega xalqarалық advokat doktor Pragning 2022 yil 11 ayning 10 kuni Brusseldagi xalqaro Uyg'ur munbiri yig'inida so'zlagan nutqini bayon qilaman. Mening yozganim uning nutqining so'zma-so'z tarjimasi emas, balki uning so'zining asosiy mazmuni. Doktor Prag davlatlararo tinchlik xizmatlarining xalqarалық advokati, kelishtirguvchisi va maslahatchisi hamda xalqaro qonun va xalqaro munosabat professori. U BDTga qonuniy maslahatchi bo'lgan. 1985 yildan 2011 yillargacha Dalay Lama ishxonasiga maslahatchi bo'lgan hamda Amerikadagi dangliq maktab Princeton universitetida zamonaviy xalqaro munosabat va xalqaroliq qonun kasbining professori bo'lgan. Uyg'urlar duch kelgan zulmga hozir 70 yildan oshdi. Agar biz bu zulmning sababini tepib chiqmasak, uni oxirlashtira olmaymiz. Uyg'urlar duch kelgani bir zolim tashqi kuchning yerli xalqning irodasiga qarshi oldi yurgizgan zulm bo'lib, u faqat kishilik huquq masalasi bo'lib qolmasdan, u yana siyosiy masala. Bu to'qinishning tüp yıldızını quritish uchun yuqoridagi masalani oydinlashtirib olishimiz hamda uni hal qilishimiz kerak. Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonni qadimdan tortib Xitoy zaminining bir qismi edi, ya'ni milodidan burungi 1-asrdan tortibla Xitoyning bir qismi edi deydi. Bu to'g'rimi? Yo'q, u xato. Sharq Turkiston qadimdan tortib Xitoyning bir qismi bo'lib boqqan emas. Şərq Türkistan əzəldən Xitay ziminining bir partisi bo'lib baqqan emas. Şərq Türkistan qadimdan tartib Xitay ziminining bir qismi edi degan bayon xato. Moğol va Manchu imperiyalari Şərq Türkistonga bir mezgil hukmronlik qilib baqqan. Ammo u hargizmo Şərq Türkistonning Xitay ziminining bir qismi bo'lib baqqanligidan derak bermaydi. Şərq Türkistanның Xitay dövlətinin bir qismi bo'lib qo'shib etilganligidan derak bermaydi. Tang va Xan sulolasi Şərq Türkistanға azroq hukmronlik qilib baqqan. Ammo ashundaq hukmronlik qilgan barliq vaqtni qo'shganda 18 asr yoki 1800 yillik tarixiy davr ichidagi hukmronlik qilgan vaqti 250 yildan oshmaydi. Hamda 250 yilmi o'zliksiz emas, uzilib davom etgan. Hamda muhimi Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonda uzun muddat turib baqqan emas. Heliqidek Xitoy sulolalari Sharq Turkistondan haydab chiqarilgan. Ashundaq vaqalarning eng oxirgisi 763-yili yuz bergan. Sharq Turkistonni ashunda qisqa muddat besib olgan Xitoylarning oldidagisi bilan keyindagisi o'rtasida hech qanday ma'muriy yoki harbiy bog'lanish mavjud bo'lib boqmagan. Tang va Xan sulolalarining Sharq Turkistonni besib olishi buningdan 1200 yil burun yuz bergan bo'lib, uning bugungi Xitoylarning Sharq Turkistonni besib olishi bilan hech qanday munosabati yo'q. Bu jazmlashtirilgan bayqashdir.
1763 yıldan keyin Xitoy hokimiyati Sharq Turkiston ustidan hukmronlik yurgizib baqqan emas. Ammo Sharq Turkistonga Osiyodagi boshqa kuchlar hukmronlik qilib baqqan. U kuchlardan ikkisi Manju va Mo'ng'ul imperiyasidan iborat bo'lib, ular Xitoyni bosh egdirib, Xitoyni egilib olgan. Ming sulolasi Xitoy sulolasi. Ammo u Sharq Turkistonga qadam besib baqqan emas. Yaqinqi tarixiy davrda Uyg'urlar Manjularning Qing imperiyasiga ikki qatim beqini bo'lib baqqan. U davrning biri 1762 yildan 1865 yillargacha, yana biri 1881 yildan 1911 yillargacha. U ikki davrning oraliqida Yaqub Bey Qashqarni bir mustaqil davlat sifatida so'ragan. U chaqdagi hokimiyat Qing sulolasidan mustaqil holda mavjud bo'lgan bo'lib, Xitoy bilan hech qanday bog'lanishi bo'lmagan. Xitoyning Sharq Turkistonni qadimdan tortib Xitoyning bir qismi edi sapsatsi bir qancha jihatlardan butunlay xato. Birinchidan, Xitoy hukumati 1949 yildan keyingi Xitoy davlatining chegarasi bilan buningdan 1000 yil burungi Xitoy madaniyati ichida yashagan zaminning chegarasini o'xshash qilib bayon qiladi. Ondan aşu zaman içinde yaşayan milletlerinin hemmisini Xitoydagi asonliq milletler deb hisoblaydi. Aşu milletlerinin padişahlığı ve hükümetini Xitoy davlati içindeki asonliq milletlerinin hükümranları deb qaraydi. Bu tarixning burmalanışıdır. İkinciden, yuqorqidagi asoslar sababidan Beijing Xitoy bilan Osiyodagi hukmron o'rinda turib, Xitoyni besib olgan imperiyalarni Xitoyga tava kuchlar qilib hisoblab, tarixni qalaymiqonlashtirdi. Ondan aşu Osiyodagi sirtqi kuchlarning Sharq Turkistonga bo'lgan ta'siri va Sharq Turkiston bilan qilgan munosabatlarni Xitoy bilan Sharq Turkiston o'rtasidagi ta'sir va munosabat qilib hisoblab olgan. Hamda uni Xitoyning Sharq Turkiston territoriyasining egisi bo'lganligining isbot qilib ko'tarib chiqdi. Xitoy bugungi davrda xalqaro mavjud bo'lib turayotgan, ammo tarixda qat'iy mavjud bo'lib boqmagan qonuniy o'lchamlarni burunqi Sharq Turkiston ahvoliga qo'llanib, shu orqali Sharq Turkiston qadimdan tortib bizning zamonimizning bir parchasi edi degan sapsatini ilgari surdi. Bularning hammasi bir xil hiyla-mekir bo'lib, u tarix haqida xato yakunga elib bordi. Tarixdagi Sharq Turkistonning egisi zodi kim bo'lganligini tekshiradigan bo'lsak, oldimizda Xitoyning sapsatisiga butunlay o'xshamaydigan manzara paydo bo'ladi. Bizning hozir tadqiq qilayotganimiz ana shunday temalar. Biz o'zimizning tadqiqot natijasiga asoslanganda Xan va Tang sulolasidan boshqa davrlarda Xitoy Sharq Turkistonga hukmronlik qilib baqqan emas, Sharqiy Turkiston Xitoy zaminining bir qismi bo'lib baqqan emas, Qing sulolasi davridagi ahvollarmi ham shundoq. Biz Xitoy bilan Manjularning Qing sulolasini farqlantirishimiz kerak. Qing sulolasi Manjularning, Xitoyning emas. 1911 yılı Xitaylar Manjularni örüp tashlab, o'zining Xitoy davlatini qurdi. Ammo uningdan keyingi tarixiy davrning bir qismida Sharq Turkistonni Xitoy millatarislari Xitoy davlatidan mustaqil holda kontrol qildi. Qolgan vaqtlarda bo'lsa, Sharq Turkiston mustaqil mavjud bo'lib turdi, hamda shu davrda ikki qatim o'zining mustaqil davlatini qurdi. Sharq Turkistonning bugungi holati qandaq? Sharq Turkistonliklarning hozirgi huquqlari-chi? 1949 yildan keyin Sharq Turkiston Xitoy bergan ismdagidek avtonomiya rayoni bo'lib baqqan emas, balki u mustamlikachilik tuzma ostida boshqarilib keldi. Bu ahvol Xitoy va xalqaro jamoatdan ma'lum qonuniy mas'uliyatni ado qilishni talab qiladi. Xitoy ado qilishga tegishli qonuniy javobgarlik o'zining Sharq Turkistondagi mustamlika hukmdorligini oxirlashtirish. Xalqaro qonunda mundaq bir mustahkam modda bor. U bo'lsa-mu mustamlikachilikni butunlay oxirlashtirish. Mustamlikani zamin egallarining o'z taqdirini o'z belgilashiga yo'l qo'yish asosida oxirlashtirish yoki mustamlikachilikni yerli xalqning mustamlikasizlanish huquq asosida oxirlashtirish. Xitoy hokimiyatining qonuniy majburiyati mustamlikachilikni mutlaq holda darhol oxirlashtirish. Xalqaro jamoat va chet el hukumatlarining bo'lsa, xalqaro qonunda mundaq o'ch majburiyati bor.
Birinci, Xitayning Sharq Turkistondagi qonunsiz mustamlakachiliginin davomlashishini darhol to'xtatish. Xitayning Sharq Turkistondagi qonunsiz hukmronligiga hech qanday yordam qilmaslik. Sharq Turkiston xalqining o'z tuprog'idagi tabiiy boyliqlardan o'z ixtiyorligi bilan erkin foydalanishiga to'sqinlik qiladigan har qanday ish, harakatlarga yo'l qo'ymaslik. Başqa ellərinin hökumətləri bilan Şərq Türkistonni mustamlakasizlashtirish ishida o'zaro hamkorlashish, Şərq Türkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilashini amalga oshirishiga yordam qilish. Ikkinchi, Şərq Türkiston xalqining erkinlikka erishish ko'rishiga ma'naviy va moddiy jihatdan yordam qilish. Üçüncü, Şərq Türkistonda yerli xalqning manfaatini dafsanda qilib, Xitoy manfaati uchun ish elib berayotgan organ va odamlarga qarshi tadbir qo'llanish. Mana bular Xitoy va xalqaro jamoatga qo'yilgan ma'naviy, siyosiy va qonuniy talablar. 2023 yili 24 fevral